pul chiqadigan yana Baxtiyorjonga beradi ekan. Pul chiqmaydigan topes tuğa o'yini bizga beradi ekan. Ha? Shundami? Balalarım, men hozir 80 yoshdan eshibdimi? Sizlarniki bunda bir-biringlarga kuyinadigan, ham bir-biringlarga yordam qiladigan, izchil inoq o'tishinglarga qarab men qattiq xursand bo'laman bolam. Men bir umr tijorat bilan shug'ullanib, aqasini cho'ng qilib, ham oliy maktabda o'qitib, bir şey keldim. Kadirjon, sen balını çoğaya balan. Hem de Kayserican balan bolsa yani 1-2 yıldan keyin mektepni bitirip keldi. Onun ölümsek bo'lmaydi g'ashva. Shuningga bir dani uy olib qo'ydim bolam, ha? Ha, bo'libdi aka. Dadamning ko'ngli ekan u. Shundacha sen balının ichida eng yoshi. Hem sen jafokeşlik, jafo tortib qolding. Mendan keyin qolganda mush uyni tasarruf qilib tutib o'tdi. Bunday bo'lamda Dada ma'qul-da. Ma'qul-da. Baxtiyor. Sen quloq kesdi. Seni kichikingda akiltib cho'ng qilib, ancha-muncha hozir mening gapimni anglamaydigan bo'ladsa, undaqmi? Undaq dada. Sening o'sha mehribonligingga tuqqanlik bek ko'yinsa bo'lamsan. Bek ko'yimi bor, cho'ng qildim. Ya o'zi kichik bo'lgan bilan bek ko'yimi. Sen bolam mening tijoratimga hamkorlashib, putimga qo'limga qo'l olib kelding hozirgida. Shunga Yangi bozordagi do'konning o'rniga Hazret yo'li Ikbarxonning oldidagi Qizilchiroqdan o'tib 500 metr mangsa, Qashqar Ipak yo'li xalqaro universal tovarlar shaharchisidan bir dona do'kon olib qo'ydim. Aptiki adam. Endi mening tijoratimga sen varislik qilib, davomli shu do'konni olsang bo'larmiki? Chiqingning fikri chiqmas bo'lar. Voy, yo'q dada. Nima fikrimiz bo'ldi dada? Hamda mening mo hozir turayotgan uyim bor emasmi? Shunda. Şuna bu Kayserican qachon o'qish bitirib keladi, yana nima ishlar olib turadi, buni bilmaymiz. Bo'lsa, ash uyni qo'shib, mush Baxtiyor ukamga beriladi da. Ay, aka bu. Aka. Sening bu deganingmi yaxshi. To'g'ri bo'ldi aka. Lekin endi Qaysarja ukam 1-2 yildan keyin o'qish bitirib keladi aka. Shunda o'qish bitirib kelgandan keyin endi xizmat qiladi. Uyimiz bo'lmaydi aka. To'yni qilsa, ham sen Üzəngdən maaş verən aş ayını beqib otsa, sen bilsin, mening uyam bor. Hozir balalarim tek kichik. Uni cho'ng o'g'icha bir gap bo'ladi aka. Shunga dada, mush uyni shu Baxtiyor ukamga beriladi. Ishqa akamdan menga ko'ngil bo'lganligiga ko'p rahmat. Elim akalarim sizlar mening nurg'un eg'ichiligimni ko'tarib keldinglar. Shuning o'zimi yetarli. Urug' tuqqan degan ashunda bo'ladi ekan. Men aqasingdek akalarimning bo'g'anligidan rosa bek faxrlanaman. Rahmat sizlarga. Bo'ldi, men bir o'g'avla. Men o'zimning kuchiga tayinib pul tepib uy olmasam bo'lmaydi. Men cho'qim uy ola olmayman. Shunga uni dadam sizlarga taqsim qilgan ekan, ishkanlik tava bo'lsin. Qaynafda men demakchi. Bo'ldi balalarim, bo'ldi. Men sizdan baxo'sh oldim. O'g'avla degan o'z kuchiga tayinib, tirishib, ig'lik tiklash lozim. Mendan keyin qarasizlarmi, ishkingga qarab turmaysizlar. Shundaqmi? O'z kuchiga tayinib ish qilsinlar. Ulamda shunday bo'lsin. Ma'qul edi. Qayslar? Sizlar balaning cho'ngi. Hech kichik ko'plakdab o'yini bersa, ma'qul dedilarmi? Sizlarda uyga ehtiyojlar bormi-da? Ovoya turib ish ko'rish, uy to'playasizlar. Pul chiqadigan yana Baxtiyorjonga beradi ekan. Pul chiqmaydigan topes tuğa o'yini bizga beradi ekan. Ha? Shundami? Ey dada qashta degan taqdirdimi? Shu ishga qiz gap qilmay to'lama. Sildonga inja chiqmaydi. Qachon qaysa go'shtag'irda tuğan ushda. Necha vaqtdan beri dadamning kiyim kechiga hajqatini sil beryaptilar. Ochunchilar bir mot ishini qilib dadamdan berib mo'chan pul epaqtiqma, ha? Epaqtiqma. Yana taq pul chiqadigan yana Baxtiyorjonga berdi ekan. Yana shu Ahmet va yerda Baxtiyorjon bordi. Juma og'zingni bo'ldi. Nima? Hili to'xtasam nima tortishgan moyoqdek saklab chiqangshisa? Ha? Baqaylar. Sen ma uyga kelin bo'lib chigandan yoq bu dadamning xizmatida bir qidiqinib bir qilib baqdingmi? Ha?
Ey, hem işini aç Baxtiyor Ufkan bilen şu kelin sınlımız kılıvatı da. Bunu ho demeyli koyayım. Ey, aş Kaysarcan balınız ağırıp yataktı yatağı vaxtıda. Sen bilen ma ikimizden hizmeti şunda aldıraş, ha? Ey, aş Ufkan aş doktorxanda düm yıkıp düm kopap aş balının kesini davalattık ha? Az kelinçek sınlımız canı da tamaklı it apadık ha? Senim kıpıraldı ha? Senim kıpıraldı. Hey, ben sana şunu dep koyay. Baxtiyor inim mening ma bir qo'saq deyotgan jonjigar inimjima bilib qo'y. Bundan keyin ma uyda Baxtiyor to'g'riliq yoki mening cho'ng uyam to'g'riliq bir ig'iz gap qildigan bo'lsam, ma uyda sen yashaysa, bo'lmasa men yashayman, bilib qo'y. To'g'rimi? Ha, dada. Ha, uy kelib bo'lgan ha. Ha, yılki yeni içilgan bazaga bardigan boldukmu dada? Maqla. Ben hazırlı bare. Hatta öyle emdi kep durup dep. Maqla da mana hazırlı mağda. Nagi var la? Dadam kışık var mı? Men mi billi baray? Nagi billi varsa? Sen bana pulunun g'imida yaşap, boyliq tushib o'tdama uyda. Mening g'imimni yeydigan, mening qadrimni biladigan, menga kuyindigan qadr donlarimdan kışık var. Öde! Xapamızla dadası, xapamızla men xata qiptimi. Men mi billi baray? Dadamga bir birak qo'shiq ashitib beraman. Men mi billi baray xapamızla? Degan bir yastık beshingdan tushib ketganmi ta? Ajab bir gap qilding ya. Xapamızla men xata qiptim dadası. Men seni manda gap qiladigan xotin deb o'ylamayman, jima bilib qo'y. Xapamızla. Jusla men mi billi baray? Men xata qiptim, jusla. Mana. Ma'qul, juslamsa. Bazarımızdaki bir umum ahvalini tushuntirib o'tay. Qashqar İpek yo'li xalqaro universal tovarlar so'lsharchimiz Hijrat yo'lidan, ya'ni Iparxon bog'chisidan o'tib Qizilchiroqniki sharq tarafga 500 metr yo'lning o'ng tarafiga joylashgan. Umumiy egalga yer ko'lami 1100 mo. Biz lekin birinchi qarorda qilgan qurilishimiz 300 mo yerga 180 ming pinxon qurilish, jami 3300 dukkan o'rni hisoblangan. Bunun içinde ama birinci numaralık binanınki avval konuşturay. Birinci numaralık binamız cami 58 min pinxon qurilish, 1700 dükkan o'rni bilan hisoblangan. Cami 9 kesib bor. Birinchida 2 numaralık binamız yatak, ya'ni mehmonxona qo'shimcha qilgan havolasida asli birinchi ikkinchi qavatga sayohat buyumlari. Birinchi 2 numaralık binanın umum dükkan soni 2050 atrofida dükkan soni bo'ldi. Umumiy bozorning ahvoli rayon bo'lingan bo'lib, ikkinchi rayonda oilaliklar samollari, telefon, kompyuter qatorliq anikin gilam, ma taraf kelsak, burun kesib kelgan dori-darmon degan kesiblar. Uchinchi rayonlarimiz jipraq, charchan, oshxon buyumlari, 5 xil metal bilan chorshuni asos qilgan bir kesib rayonimiz bor. Bu yerdagi dükkanning umum soni 1300 dan oshadi. Bozorniki ta'kidlab qo'yish tegishli muhim taraflardan birisi bozorniki mulozimat iqtidori, turli sharoitlari nayt ulg'ar holatda hisoblangan. 3 rayondan 1 rayon bo'lgan oraliqdagi qurilishning hammasining tagida yer ostida anikin sirtida bo'lib 3000 mashina to'xtash o'rni hisoblangan. Hozirimizdagi mablag' sarflashlar yoki emli qo'lchilik erkak tijorat qilishlarga nisbatan sharoit jihati bo'lsin, kasbning turi jihati bo'lsin, universal kuch jihati oldin o'rni tura oladi. Anikin turli kasbningki bog'lanishchanligi bizga yo'lak bo'lib, bozorning universal kuchini oshirish iqtidori alohida yaxshi deb aytsak hargiz xatolashmaymiz. Bozorimizniki bundan boshqa shahar ichiga yaqin bo'lish afzalligi nayt yuqori. Mablag' qaytirib kelish avvalma mayli tijoratni o'z qilsin yoki mablag' sab qo'yib ijaradan foydalanadiganlarga nisbatan bo'lsin yaxshi holatda. Natija to'xtamni ichiqsa qo'l qo'yibmi? Bo'ldi. Tabal ishxonaga chiriladi dada.